Atoqli matematik olim, fizika matematika fanlari doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining akademigi, xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoni, xalqaro Bobur mukofoti, mehnat shuhrati ordeni sohibi Abdulla A'zamov fenomeni haqida so'z aytmoqqa jazm etdik. Endi oddiy ustoz o'rgatadi. Yaxshi ustoz tushuntiradi. Juda ham yaxshi ustoz u ruhlantiradi. Buyuk ustoz ichki boyagi potensialingizni uyg'otadi. Safarbar qiladi. Abdulakan shunaqangi buyuk ustozlardan. Auditoriyaga kirib kelib, hamma bilan salom alaykum qilib, o'sha dastlabki kursda ilk sabog'ini boshladilar. Shunda qo'yilgan savollar nihoyatda g'alati tuyuladigan darajada, hatto kishini bir shubhaga solib qo'yadigan, tug'yonga tushadigan holatlar borki. Mana e'tibor qiling, sizga ham aytsam agar Alloh bormi? Allohning borligiga ishonasizmi? Agar ishonadigan bo'lsangiz va siz musulmon bo'ladigan bo'lsangiz, uni borligini Qur'ondan tashqarida turib qanaqa qilib isbot qilib berasiz? Juda ham bir kutilmagan g'alati savol. Ayniqsa falsafa fakultetining talabasi uchun u ilohiyot fakulteti emas. Lekin bu fikrlashni sevadiganlar va fikrlashi shart bo'lganlar ta'lim olayotgan, tahsil olayotgan o'sha fakultet talabalari. Yoki bo'lmasa mana qarangki, shayton haqida savol qo'yibdi-da. Shaytonning borligini bilasizmi? Nima bilan isbot qilasiz uni borligini? U Allohning dushmanimi, insonning dushmanimi? Agar Abdulla A'zam domlani mana shu kursi boshlanguncha bo'lgan muddatda biz faqatgina shunchaki nazariyalarda o'sha bir ma'ruzalar orqali bu quloqimiz bilan eshitib, naridan beri nima qilib yurgan bo'lsak, chimanoda bizning uyqumiz ochilib ketdi, mudrag'imiz tarqadi shu nimadan keyin. Ba'zi bir kursdoshlarimiz bor, mana haligacha aytib yurishadi-da, ayni paytda falsafa o'qituvchisi bo'ldi shu yigitlar. O'sha qizlarimiz bor ichida. Biz agar Abdulla A'zam domlani sabog'iga duch kelmaganimizda falsafa o'qituvchisi bo'lmagan bo'lardi. Ko'pincha talabalar bilan ishlaymiz. Ular savol berib qorishadi-da. Siz qanaqa muvaffaqiyatlarga erishgansiz? Endi ilmiy muvaffaqiyatlar nazarda tutiladi. Men ularga bunday javob bergim keladi har doim. Domla bizda yosh paytlari, universitetda domla bo'lib ishlashni boshlagan paytlari oilasi bilan birgalikda talabalar uyida yashagan ekanlar. Shu paytlari talabalar yotoqxonasiga yosh shoir Muhammad Yusuf kelib turar ekan. Albatta matematikada o'qiydigan talaba o'rtoqlarining oldiga kelib uchrashuvlar qilib turar ekan. O'shanda endi o'sha domlani o'sha paytdagi shogirdlaridan domla haqida eshitar ekanda va havas qilar ekan. Hattoki o'sha katta shoir bo'lib, taniqli shoir bo'lgan paytida ham bir joyda aytgan ekan. Men Abdulla A'zamovga shogird tushishni orzu qilaman. Ana endi tasavvur qilavering, Muhammad Yusufda inson shogird tushishni orzu qilgan insonni, olimni shogirdi bo'lish muvaffaqiyatlar haqida shundan xulosa qilsa bo'ladi. Domla juda serqirra insonlar, bu serqirra olim, bu fazilatlari bizga juda asqotadi. Albatta juda mashaqqatli. Domlani talablari, talabchanligi o'sha bizdan ham serqirra bo'lishdi. Faqat ilmda bitta o'zingiz tanlagan yo'nalishda emas, unga yondosh bo'lgan yo'nalishlarni ham chuqur o'rganishni talab qilishi albatta biz uchun ozgina mashaqqat tug'diradi, lekin bu mashaqqatlar, mehnatlar evaziga biz o'zimizni bilimimizni, bilim doiramizni kengaytirishimiz bizga zavq bag'ishlaydi. Akademik Abdulla A'zamov antiqa xulqatvor, kamdan kam odamlarda uchraydigan zehniyat sohibi. Uning tabiatiga xos bo'lmagan hislatlarni singdira olmaysiz. Harchand urinmang. Abdulla A'zamovni qing'ir yo'llarga kirita olmaysiz.
hatto o'zining roziligini olmasdan yuksak mukofotlarga tavsiya etilsa, hech ikkilanmasdan uni rad etadigan inson Abdulla A'zamov. Holbuki nomzodini turli mukofotlarga tavsiya etish uchun turli yo'llarni izlab har xil idoralarning eshigini taqillatib yurganlar ko'p bo'lgan zamonda Abdulla A'zamovga o'xshagan shaxsiyatning bo'lishi noyob hodisa desa bo'ladi. Abdulla aka bizga dars berishni boshlaganlarida navqiron endigina shu Moskva davlat universiteti Lomonosov nomidagi universitetni bitirib kelgandilar. Bu yerdagi matematik maktab ta'siri shunday yaqqol bilinib turardi. Va bizdan ham keliboq o'shanaqangi talab qilganlar. Shundan ekan bizning kursimizda yaxshi matematiklar chiqdi. Domla bizga shunchaki bilim ko'nikma emas, balki aynan fikrlash, matematik fikrlash, mantiqiy fikrlash, algoritmik fikrlashni birinchi darsdayoq aytib o'tganlar va talab qilganlar. Imtihon olishlari ham qiziq domlani bo'lgan. Hamma domlalar bilet ol u desa, domla bilet tuzmasdilar. Nechaga tayyorlanib keldingiz? 3 ga bo'lsa, marhamat, mana bu misolni bo'lsa ishlab bering. Tadbiqini qo'llashni bilsangiz bo'ladi. Sizgacha 4 ga, unda bo'lsa nazariy qismini ham shuni asoslab beringchi, mana misolni ishlaysiz, nazariy nimasini. 5 bahoga, a'lo bahoga yulduzchali misollarni berardilar. Tesha tegmagan, u original nimalar, u darsda u haqida gapirilmagan. Siz o'zingiz uni topishingiz kerak bo'lgan. 5 shunaqa qattiq bo'lgan. Va o'sha narsa bizni umuman fikrlashga, yangilikka, kreativ fikrlashga o'rgatgandilar aka. Albatta, Abdulla A'zamov juda bir serqirra ijodkor olim. Men ko'proq bu kishini matematik tomonidan bilaman, matematik sifatida bilaman. 2005-2006 o'quv yilida domla bilan ilk bor tanishganman. Bizda oddiy differensial tenglamalardan leksiya o'qigan edilar o'shanda. Va shu bilan bir vaqtning o'zida har shanba kunlari talabalar uchun to'garak tashkil qildilar. O'sha sinfdan tashqari ishlar uchun, ya'ni bu yerda ko'proq shu ilmiy ishga bolalarni olib kirish maqsadida tashkil qilingan to'garak edi. Men leksiyalarni ham juda maroq bilan tinglaganman. Orasida lirik chekinish deb adabiyotdan qiziq voqealarni yoki sitatalarni keltirar edilar. Shu bilan birga vaqtlari ziq bo'lishiga qaramasdan o'sha shanba kuni 5-6 largacha to'garak bo'lar edi. Har safar o'zlari bir kichkina tema tayyorlab kelar edilar va bizni ham shu ilmiy ishga shu to'garak orqali olib kirganlar. Abdulla A'zamov 1947-yil 21-aprelda Andijon viloyatining Baliqchi tumanida tug'ilgan. 1953-64-yillarda shu tumanning 1-sonli o'rta maktabida o'qigan yoshgina Abdulla adabiyot to'garagiga qatnashib, katta ijodkor bo'lmoqchi edi. Ammo taqdir uni matematika olamiga oshno etdi. Natijada u 1962-yili viloyat turida, 1963 va 1964-yillarda respublika olimpiadalarida ishtirok etdi. 1964-yilda o'rta maktabni oltin medal bilan tamomlagach, Toshkent davlat universiteti, hozirgi Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining mexanika matematika fakultetiga o'qishga kirgan Abdulla A'zamov 1966-yili bir guruh talabalar safida o'qishni davom ettirish uchun Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetiga yuborilgan. Shu yildan Demidovich va Filippov rahbarligidagi differensial tenglamalar bo'yicha ilmiy seminarda ishtirok eta boshlagan. Bu domlani otalari bilan men ko'p suhbatlashganman. Shu 6-7 yoshligidan boshlab ular ustachilik qilardilar, domlani olib yurardilar. Shundan mehnatga juda qattiq berganlar. Shu mehnat orqasidan ular maktabda ham yaxshi o'qiganlar, keyin universitetga keldilar. 1969-yilda Sadiq Hasan Sirojdinov respublika bo'yicha yoshlarni yig'ib kelgan edilar. O'shanda men dars bergan edim. U bolalar ancha kuchli, juda ko'p doktor navqili chiqdi shulardan. Abdulla A'zamov ham shunga qarab turib, sirtqi matematik maktabini ochdilar.
va undan ham yaxshi ancha yil yaxshi bolalar kelishdi. Men domladan yoshim bo'yicha katta bo'lsam ham, hali ularga shogird tushib, juda puxta dars berdilar, yaxshi o'rgatdilar va yaxshi himoya qildim. Abdulakada yana ustoz shogird o'sha munosabatlarni o'rgansa bo'ladi. Hammamizni ustozimiz No'man aka Satimov, akademik, ular juda ham katta olim bo'lganlar. Abdulaka ustozim deb ularni qabul qilganlar. Birga maktabni birga yaratishgan, birga olib borishdi. Hozir domla ham yosh o'tib ketdilar. Undan keyin Abdulaka o'sha maktabda ilmiy maktabni davom ettirib kelyaptilar. Yoshlar bilan ko'p ishlashni yaxshi ko'radi Abdulaka. Abdulaka qayerda bir yaxshi bir fikr egasi, yaxshi bir iqtidor egasini ko'rib qolsa, imkon boricha shu iqtisodiy yordam bo'lsa ham berib, o'zlari tiklashga harakat qilganlar shu paytgacha. Ular tashkil qilgan o'sha sirtqi maktab, sirtqi matematika maktabi, kichik fanlar akademiyasini boshqarganlar. Biz birga Abdulakaga yordamchi bo'lib shularni birga ko'rganmiz. Olimpiada harakatini boshqarganlar. Qayerda borsalar Abdulaka shu o'qituvchilar bilan uchrashuvni, o'quvchilar bilan uchrashuvni, darslarga kirib, fikr bildirib, dalda berib, ruhlantirib kelganlar. 1970-yilda o'qishni tamomlagan Abdulla Azamovni professor Volkoviskiy Toshkent davlat universitetining matematik analiz kafedrasiga assistent lavozimiga qabul qilib, unga variatsion hisob fanidan ma'ruzalar o'qish topshirilgan. 1971-72 o'quv yilidan boshlab differensial tenglamalar fanidan ma'ruza o'qigan Abdulla Azamov keyinchalik asosan dinamik o'yinlar nazariyasi bilan shug'ullangan. Bu sohada u diskret dinamik o'yinlar nazariyasining mukammal nazariyasini yaratishga muvaffaq bo'lgan. Amerikalik matematik Isaacsning tortishish o'yini to'g'risidagi muammosini hal etgan. 20-asrning buyuk matematiklaridan biri Pantriaginning nochiziqli o'yinlar uchun xarakteristikalar metodi to'g'risidagi ikki masalani yechgan. Domlani bir tomoni bor, matematikaning o'zida ham bir kichkina tor soha bilan shug'ullanishni yoqtirmaydilar va meni ham shunga undadilar. O'yinlar nazariyasi bilan shug'ullangan bo'lsam, bakalavriatda magistraturadagi ishim sal boshqacharoq soha bo'ldi. U yerda optimal boshqaruv masalalari bilan shug'ullandik. Keyinchalik meni Italiyaga o'qishga kuzatayotib ham aytdilarki, bizda yo'q, boshqa bir sohalarni o'rganib keling. Men shu bilan domlam bilan aloqani uzmadim. 10 yil Yevropada turli markazlarda ishlagan bo'lsam, har doim bog'lanib turardik. Domla haqida yana bir aytadigan gapimiz bu, o'zlariga juda yaqin oladilar shogirdlarni. Shuning uchun har safar kelganda birinchi Toshkentga qo'naman. Oilaga borishdan ham oldin birinchi domlani ko'rib ketganman kanikullarga kelganda. Olim kim? Ilmiy darajali olim desangiz, hattoki akademiya degan hujjati bor desangiz ham, va olim bo'lmasligi mumkin. Peshonasiga yozib qo'yilmagan. Bu haqiqiy olim, mana bu sal bundayroq. Davlat ularni qaysi biriga sharoit yaratib berish kerak? Yechimi bormi, yo'qmi endi? Bugungi kunda endi Shavkat Miromonovich prezident bo'lib kelganlaridan keyin ilm ahliga, ilm fanga, ilm ahliga juda katta e'tibor beryaptilar. Biz buni suiiste'mol qilishni boshladik. Ko'chirmachilik qilib dissertatsiya yo'qlashyapti, plagiat bilan dissertatsiya yo'qlashyapti. Falsafa doktorini olish oldingi diplom olishdan oson bo'lib ketdi. Fan doktori bo'lish oldingi nomzodlik dissertatsiyadan chalik ham emas hozirgi aynan fan doktori. Maqolalar bosilyapti hammasi, lekin bugungi maqola bostirish bilan 30 yil oldingi maqola bostirish orasida yermi osmon chapar. U paytda dunyoda matematikadan 30-40 ta jurnal bo'lgan. Hozir minglab jurnal. $1000 olib bosib beraveradi. Oldin unaqa bo'lmagan. Oldin hamma jurnallar bizga gonorar to'lagan maqolamiz uchun. Chertib bosgan maqolani va gonorar to'lagan. Olimni faoliyatini, ilmiy mahsulotlarni, maqolalarni, kitoblarni, tadqiqotlarni sifatini nima bilan o'lchaymiz? Miqdorini o'lchay olamiz. Nechta maqola qildi, nechta sahifa, nechta konferensiyaga bordi, qanaqa jurnalda bostirdi. Odamlar esa moslashuvchan. Uni haligi qalbakillik yo'lini izlab topadi. Natijada haligi paxta ekilgan maydonda begona o't bosadida paxta ham yo'qib ketadi, hosil ham yo'qib ketadi. Juda og'ir muammo. Butun dunyoda bu muammo. Uni oldini olish kerak, nima qilib bo'lsa ham.
ustozni inson sifatida men olim sifatidagi Abdulla Azamdan ko'ra yaxshiroq bilsam kerak deb o'ylayman. U paytda Toshkent davlat universiteti deyilar edi, hozir Milliy universitet bo'ldi. Falsafa fakultetida o'qiymizda, mana shu yillarda falsafa fakultetining talabalari uchun bir maxsus kurs joriy qilindi. U falsafa fakultetini talabalarini bir jonlantiradigan, uyqusini ochadigan, mudrag'ini tarqatadigan kurs bo'lgan. O'zaro kursdoshlar hazil-huzul qilib buni tafakkur falsafasi deb o'zimizcha nomlayapmiz. Va mana shu kursda Abdulla Azam domla biz yaqinda mana kitobini nashrga tayyorladik. O'shani talqinma tafakkur. O'sha kitobga so'z boshi yozib bering dedilarda. So'z boshida ham aytdim, salkam derazadek ko'zoynak taqqan domla kirib keldi. G'oyibona tanir edik. Bevosita shaxsan tanishmas edik, lekin o'sha vaqtgacha ham mana tafakkur jurnalini juda qizg'in muhokama qilinadigan, o'qiladigan yillar. O'sha jurnalda ustoz bosh muharrir o'rinbosari bo'lib ishlardi. Domla bizni hayotimizda ustoz sifatida juda ko'p o'gitlari hozirgi kunda ham shu domla bilan tanishganimga, unga shogird bo'lib tushganimga 15 yildan oshiq vaqt bo'lgan bo'lsa, hayotimda, ilmiy hayotimda ham, shaxsiy hayotimda ham domlaning o'gitlari menga juda katta bir maktab vazifasini bajarib kelmoqda. Hayotda domla bizga nimani o'rgatgan asosan? Bir gap bilan aytishga harakat qilaman. Domla imkoniyatlaringizdan kelib chiqib oldingizga maqsad qo'yishdi va bu maqsadga erishishda o'sha imkoniyatlarni maksimal ishga solishni o'rgatganlar. Shu bois domla bizga har doim hayotimizda va ilmiy faoliyatimizda xuddi bir yo'lchi yulduzday u kishini hali ham o'gitlarini o'rganish niyatidamiz. O'sha muvaffaqiyatlarni ketidan quvishda ham biron bir hali katta muvaffaqiyatga erishmagan bo'lsak ham albatta biz ishonamizki, domlaning bu o'gitlari bilan bu hayotda o'zimizning maqsadimizga mos ravishda muvaffaqiyatlarga erishamiz deb o'ylayman. Matematikaning murakkab nazariyalari bilan shug'ullangan Abdulla Azamov undan tashqari falsafa, din tarixi, adabiyotshunoslik, siyosat kabi matematikadan ancha uzoq bo'lgan sohalarda ham salmoqli natijalarga erishmoqda. Yuzaki yo'q, men mana shu tor doirada savol javob qilaman siz bilan. Men masalan olaylik siyosatshunoslik bilan, falsafa bilan yoki ximiya bilan shug'ullanganman. Bo'ldi, shu bo'yicha savolingizni beringda, boshqa savollaringizga meni javobim yo'q degan olim bu qomusiy olim emas. Ustoz qomusiy olim. Meni quvontirgani ustozni o'zi dastlab adabiyotshunos olim deb o'ylaganman. Endi u yillarda keyin Xorazmga ilmiy anjuman bilan borganlarida ularni matematik ekanligini, matematik olim ekanligini bilganman. Haqiqatda hayratlanganmanki, o'zlari matematik bo'lib turib adabiyotni, so'zni shunchalik yaxshi ko'rib, shunchalik mehr bilan Hazrat Navoiyga mehr bilan Aruzni chuqur o'rganganliklarini ko'rganman. Endi bu hozir endi adabiyotshunoslarni ichida ham Aruzni bilmaydiganlar juda ko'p. Lekin ustoz o'zlari asli matematik bo'lsalar ham shu adabiyotni chin dildan sevib, shu Aruzni o'rganib va o'rgatib kelmoqdalar. Haqiqatda bag'ri keng, o'z vaqtini, mehnatini, energiyasini ayamasdan shu har bir ijodkorga to'g'ri yo'l ko'rsata oladilar. Va haqiqatda mumtoz adabiyotimizning daholari Hazrat Navoiyga, Ogahiga, Boburga bo'lgan shu o'zlarini mehrlarini boshqalarda ham ko'rishni istaydilar. Navoiy haqida gapirganlarida to'lqinlanmasdan, ko'zlariga yosh olmasdan gapira olmaydilar. Ularni Hazrat Navoiyni ijodi haqida, shaxsiyati haqidagi bilimlari shu qadar ko'pki, soatlab tinglasa odam huzur topadi. Men hayratlanadiganim, xotiralari, tafakkuri shunchalik kuchliki, qancha g'azallarini yoddan o'qib bera oladilar. Har bir asarlarini mohiyati, mazmuni haqida bemalol adabiyotshunoslar bilan bellasha oladilar. Ana shu jihatdan ustozga juda havas qilaman.
keyingi vaqtlarda odamzod ilmiy texnik taraqqiyot orqali erishayotgan kuch qudratiga bino qo'yib, uni yanada kuchaytirish uchun tabiatga zug'umini ochirayotgan bo'lsa, ikkinchidan ruhiyat va komillik masalasiga panja orasidan qarab, moddiy farovonlik hamda nafs rohat farog'atiga tobora mukkasidan ketmoqda deb kuyinadi akademik Abdulla A'zamov. Yoki monoteistik dinlarda oxir zamon kelib qiyomat bo'lishidan keyin hamma odam qaytadan tirilishi ta'kidlanadi. Tabiiy fanlarni Ginsburg singari moddiyunchi vakillari yerda qachonlardir falokat ro'y berib, hayot tamom bo'lishini rad qilmasa ham, odamlarning qayta tirilishiga sira ishonmaydi. Holbuki aynan tabiiy fanlar, xususan biologiyaning bugungi rivoji odamni bemalol qayta tiriltirish mumkinligini isbotlamoqda degan fikrlarni yozgan olim Abdulla A'zamov odamzodni ruhiy, tafakkuriy uyg'otishga chorlovchi, bahs munozaraga da'vat etuvchi qarashlarning borligi bilan ajralib turadi. O'sha paytda maktablarda dinshunoslik degan dars qo'yishgan, kiritishgan edi. Bitta darsda dinshunoslik degan domla kirsada odamni Alloh taolo tuproqdan yaratgan desa, keyingi darsda biolog domla kirsada odam maymundan paydo bo'lgan desa, bitta ta'lim tizimida, bitta muhitda shunday yashashi mumkinmi yo'qmi? Bu bolaning miyasini alg'u-dalg'u qiladi-ku. Bu jamiyatga yaxshi ta'sir qilmaydi. Nizo keltirib chiqaradi. O'ylay boshladim. Biz ilm odamimiz qaysi sohaga qo'l urmaylik, shu sohaga doir manbalar bilan tanishish kerak. Darvinizmni o'qidim, diniy risolalarni o'qidim. Alovuddin Mansur Alloh rahmat qilsin, meni maslahatchim edi din masalalari bo'yicha. U odam bilan gurunglar qildim. Odamning paydo bo'lishi masalasida darvinizm, evolyutsiya nazariyasi bilan islom bir-biriga zid emas, bir-biriga muvofiq degan g'oya keldi. O'sha paytda To'rabek Dolovich Numonov, Xudo rahmat qilsin, haqiqiy falsafa Abdullajon mana shu meni nazdimda. Shuni falsafa fakultetida o'qitgan deyishdi. Yo'q deya olmadim, domlaning yuzidan o'tib, keyin shu Abdulhamid Muxtorovlarning kursi edi. Shularga hali Osmonovdan o'rgangan dialektik tahlil, o'zi ziddiyat nima degan nimadan boshlanadi. Biz zid deyishimiz uchun fan bilan, hattoki Shayx hazratlari o'zlarining kitoblarida yolg'onchi fan deydilar. Bu fan yaratgan chiroqning yorug'ida o'tirib ishlayapsiz, fan yaratgan samolyotda uchayapsiz. Qanaqa yolg'onchi bo'ladi? Oldin siz o'qing Darvinizmni. Darvinning kitobi shunaqa ilmiy puxtalik bilan yozilganki, u bekorga yo'yilmagan. Chunki bizim musulmon olimlarimiz nima? Xristian dunyosining eng kuchli olimlari jalb qilingan bu qarshi kurash uchun, rad qilish uchun safarbar qilingan. Darvinizmni yo'qotinglar, yo'qqa chiqaringlar. Bu dinni foydalanib yuvyapti degan eplasha olmagan. Shunaqa ilmiy xolislik bilan yozilgan. 10 ta isbot keltiradi evolyutsiya ta'limotiga. Evolyutsiya bor narsa, u yo'q emas-ku. Lekin Qur'on ta'limotiga zid emas. Shuni o'qitganman bularga. Maymundan paydo bo'lgan degan g'oya bor odamlar? Yo'q. Darvinda unaqa g'oya yo'q. Yo'q demak. Nimaga u Darvin nomi bilan bog'lashadi unda? Lekin Darvin aytadi, odam bilan maymunda ajdodi bir deydi. So'z ibrati degan bir metodim bor meni. Uni Abdulaka metodi deb atayman. Abdulakadan o'rgangan butun nafaqat matematika, umuman hayot falsafasi, ma'naviy oziqalarni jamlashganda ba'zi bir paytda hayotiy bir qanaqangi vaziyatlarga tushamiz, muammolarni hal qilish kerak. Shunda har doim Abdulaka nima qilardilar shu holatda degan savolni o'zimga beramanda va Abdulakani yoki menga ovozlari eshitilganday bo'ladi. Ularga menga bunday degan nimani maslahat beradilar. Bu yo'l o'sha holatda eng qiyin yo'l bo'ladi. Haqiqiy, haqqoniy, adolatli yo'l, qiyin yo'l. Osongina yo'li bor, bemalol uni qilsa bo'ladigan yo'q. Abdulakani aytganini qilish kerak, chunki u pand bermaydi. Ana u qing'ir qiyshiq yo'llar, osongina erishib bo'ladigan yo'llar bilan bemalol uni hal qilishingiz mumkin bo'ladi. Lekin Abdulaka har doim shu nimada yo'l qo'ymaganlar. O'sha metodni qo'llab Abdulaka og'ir yo'l, lekin to'g'ri yo'lni ko'rsatganlar. Bu qaysidir ma'noda oilaviy muammolarda otangizga taqlid qilasiz. Hayotiy va ijodiy jarayonda domlangizga taqlid qilar ekansiz. Bu taqlid amali ham deydi.
Abdulla Azamov 1974-yilda nomzodlik, 1987-yilda Sankt-Peterburg universitetining matematika mexanika fakulteti maxsus kengashida doktorlik dissertatsiyalarini yoqlagan. Akademik Abdulla Azamov faoliyati bilan bog'liq u kishining shogirdlari va do'stlarining mulohazalarini tingladik va u kishiga berilgan baho shu bo'ldiki, Abdulla Azamov nafaqat matematik olim, balki keng qamrovli qomusiy bilimlar sohibi degan fikr aytildi. Shundan kelib chiqib, men domladan bitta narsani so'radim. Haqiqatdan ham bizda akademiklarimiz talaygina, ularning o'zlariga xos ilmiy yo'nalishlari, faoliyati ham ehtiromga, tahsinga loyiq, katta-katta kashfiyotlar qilganlar. Lekin nima uchun nafaqat bizda, O'zbekistonda, balki 2 milliarddan ortiq bo'lgan musulmon olamida olimlarimizga, yozuvchi shoirlarimizga xalqaro e'tirof sifatida Nobel mukofoti berilmaganligini sababini so'radim. Holbuki qadim Turkiston, biz mamlakatimiz joylashgan O'zbekistondan qadimul ayyomdan to shu kunga qadar juda katta olamshumul kashfiyotlar qilgan olimlar, mutafakkirlar, allomalar yetishib chiqqan. 2 marta biz uyg'onish davrini boshdan kechirganmiz. G'arbga ham uyg'onishni, ilm, ma'rifatga sirlarini yo'l ochishda Sharqning ulushi katta bo'lgan. Lekin bugunga kelib nima uchun bizning olimlarimiz, yozuvchi shoirlarimiz orasidan Nobel mukofotiga loyiqlar topilmayapti? Biz haqiqatdan ham shunga loyiq ishlar qilmayapmizmi yoki bizni loyiq ishlarimizni Nobel qo'mitasi hay'at a'zolari tan olmayaptimi? Sababi nima degan savol berdik va domla quyidagicha javob berdilar. Men masalan Osmon Nosirni, Abdulla Orifni, Rauf Parfini, Osmon Azam, Erkin Azamlarni Nobel mukofoti darajasidagi yozuvchilar deb hisoblayman. Lekin bularga bermaydi. Osmon Nosir juda yosh o'tib ketgan. Unda olib qarasangiz, ular musulmon dunyosidan faqat dissidentlarga beradi adabiyot sohasida. Iqtisod sohasida bizda iqtisodchi degan olimlar ko'p. Suyagi sho'ro davrida qotgan. Bular siyosiy iqtisod sohasining mutaxassislari. Iqtisod bo'yicha Nobel mukofotini real iqtisodiyot sohasining mutaxassislariga beradi. Shu sohada yangilik qilganlarga beradi. Matematikada Nobel mukofotiga teng Abel mukofoti ta'sis qilingan. Eng obro'li mukofot Fields medali deydi. Puli ko'p emas, lekin Nobel mukofotidan ham obro'si balandroq yuradi. 40 yoshgacha bo'lgan yoshlarga beriladi. Fanda yangilik qilish suv ostidagi marvaridni olib chiqishga o'xshaydi. Sayoz joydagi marvaridlar qolmagan u. Juda chuqur joylardagi marvaridlar qolgan. Unga birdan sho'ng'ib uni olib chiqilib bo'lmaydi. Bugungi kunda bu Nobel mukofotiga loyiq ish qilish uchun inson hamma tashvishdan forig' bo'lib, shu laboratoriya bo'lsa, laboratoriya, ilm fizikadan katta qurilmalar bo'lsa, qurilmalar, kechasi-yu kunduzi faqat shuni o'ylash kerak. Maxsus muhit kerak bunga. Bizda musulmon olamidagi umuman sharq desa ham bo'laveradi. Yaponiyada bor bu. Yaponiyada Nobel mukofotlari juda ko'p. Xitoydan ham endi buni bu yerga chiqa boshlaydi. Koreyadan ham chiqa boshlaydi. Musulmon dunyosiga kelsak, bizni hayot tarzimiz, olimlarimizning hayot tarzi mana shunaqa chuqurlikdagi marvaridni olib chiqishga imkon bermaydi. Yevropaliklar qilmaydi buni hammasini. Choyxonaga bormaydi, gap yemaydi, mehmonga ham bormaydi. Mehmon kelsa kofe berib kuzataveradi. Aytadigan gapingni ayt, meni vaqtim davom etmasdan. Hayot tarzi boshqa. Xalqimiz orasida bir gap bor. Odamning kimligini bilmoqchi bo'lsang, boylik va amal berib ko'r deydi. Akademik Abdulla Azamov ma'naviy jihatdan juda katta boylikka ega inson, shu bilan birga mas'ul lavozimlarda ham uzoq ishlagan inson. Ayniqsa u kishi 10 yildan ortiq vaqt davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti devonida o'sha payt shunaqa paytlarda mas'ul lavozimda ishlaganlar. Biz so'radik u kishining shogirdlaridan, o'sha paytda katta mas'ul lavozimda ishlagan paytlarida domlani yurish-turishlarida o'zgarishlar sezildimi? Masalan, bizda ayrim odamlarimiz juda katta lavozimga erishgandan keyin salomingizga alik bermay qo'yadi. Ko'rganda ko'rmaslikka olib o'tib ketishga harakat qiladi. Shunday holatlar Abdulla Azamda ham kuzatildimi? Kuzatilgan bo'lsa, nega? Va kuzatilmagan bo'lsa, uni sabablari nima bilan bog'liq degan savolni ham berib surishtiruv o'tkazdik. Endi bandaga xos bo'lgan bir xislat bor-da. Juda ham ko'p ustozlarni ko'rdik. Nihoyatda ko'p tengdoshlarimizni ko'rdik, do'stlarimizni ko'rdik. Ma'lum bir davrga kelib unga mansab berilgandan keyin
u bir amaldor bo'lgandan keyin birdan yurishi, turishi, muomalasi, hamma narsasi o'zgarib qoldi. Hatto muloqotlarimiz cheklandi, muloqotlarimiz uzilib ketdi. Ba'zi birovlari bilan haligacha bu muloqot qayta tiklangani yo'q. Lekin ajabki, mana ustoz Abdulla Azam yanglishmasam 15 yilga yaqin vaqt muddat mobaynida o'sha O'zbekiston Respublikasining prezidenti devoni deb atalar edi o'sha paytlarda. Hozirgidagidek administratsiya emas, nihoyatda bir mas'ul vazifada ishladi. Bir og'iz gap bilan ancha muncha narsani hal qiladigan, agar nafsning amriga quloq tutadigan bo'lsa, o'ziga bir lahzada yetarlicha kibr havoni yig'ib olishi mumkin bo'lgan lavozim. Ustozda bu narsani men kuzatmaganman. Inson sifatida hamisha hamma shogirdlari bilan, barcha tengdoshlari bilan, do'stlari bilan birdek baravar munosabatni saqladi. Bir kibr havosida yoki manmanligida yoki nafsiga nisbatan bir o'zgarishlarni biz sezganimiz yo'q. Ilmi bor odamda kibr bo'lmaydi. Domlada nafaqat diniy bo'lmagan ilmlar, o'sha matematika, fizika, adabiyotshunoslik yoki falsafa yoki boshqa diniy jihatdan ham yetarli va bitta akademik darajasida ancha muncha odamga kerak bo'lsa tushuntirib bera oladigan darajada ilm jamlangan. Albatta bu ilmni egasi bo'lgandan keyin unda kibr, havo, manmanlik bo'lmasligi o'z-o'zidan ayon tabiiy. Uning rahbarligida bir necha nafar fan doktorlari va 20 dan ortiq nafar fan nomzodlari tayyorlangan. Shu bilan birga akademik olimimiz adabiyotshunoslikda ayniqsa Hazrat Navoiy ijodiga murojaat qiladi. Uning asarlari va shaxsiyatidagi muhim qirralarni sinchiklab o'rganadi, tahlil qiladi. Yoki g'azal navislikda murakkab talablar bilan ajralib turadigan aruz vazni haqida o'ziga xos sodda yo'sinda tushuntirib berishlari ko'pchilik shoirlar va adabiyotshunoslarga ibrat namunasi hamdir. Ijod tomonga ro'yobga chiqishida bir hayotiy sinov sabab bo'ldi-da, 90-yillar o'rtalarida og'ir sinovga duch keldim. Shunda qo'limga Navoiyning Munojot degan asari tushib qoldi. Navoiyning eng ixcham asari. Qo'lyozmasi 4 sahifa. Shunaqa qattiq mutaassir bo'ldim. Navoiy meni yonimda turib, qo'limdan tutib dalda bergandek bo'ldi-da. Juda og'ir sinov tushgan paytida. Ham shu Munojot asari nihoyat og'ir tilda yozilgan. Ichida arabcha, forscha so'zlar to'lib toshib yotibdi. O'sha Navoiyning kalomi. Boshqalar ham o'qisachi deb sharhlar bita boshladim. Bir 2-3 yil ketdi uni sharhlashga. Men o'zimni na shoir, na dramaturg, publisist hisoblashim mumkin endi. Men davoyim yo'q u sohalarga. Har safar kitoblarni menga taqdim qiladilar. Hamma kitoblar uyimda bor. O'qib ko'rsam, Alisher Navoiy g'azallarida hazil mutoyiba deb nomlanadi. Mana shunday qalinlikdagi kitob. Abdulla aka dedim, men Navoiyni zo'rg'a tushunaman yoki tushunmayman dedim. O'qib siz g'azallardagi hazil mutoyibani tushunish uchun u Alisher Navoiydek bo'lish kerak. Shu Alisher Navoiy zamondoshi bo'lish kerak. U kimga bunaqa hazil qilyapti, nima uchun qilyapti? Shungacha Abdulla aka kirib borgan. Abdulla akadek Navoiyshunos olimlar ko'p bordir, lekin men Abdulla akani o'zim nimamda, nazarimda eng yaxshi shu adabiyot shunos sifatida, Navoiyshunos sifatida ham yaxshi bilaman. G'azallarimizga yo 2 ta undov yo 3 ta undov qo'yib boradilar. Maktab ko'p gapirib o'tirmaydilar. Agar 2 ta undov qo'ysalar, qavs ichida yonida xatolarimizni ko'rsatib, to'g'rilash yo'llarini ko'rsatib aytib o'tadilar. Agar 3 ta undov qo'ysalar, juda xursand bo'lamiz. Bu bizga 5 baho degani bo'ladi. Haqiqatda shunday ustozni shogirdga e'tibori, samimiyati ana shu 3 ta undov bilan ham ko'rinadi. Yaqinda ustoz menga Tafakkur va tamaddun kitobini sovg'a qildilar. Men ustozni mana shu kitobni varaqlayotib, oldin faqat matematik, shu arushshunos, olim, akademik sifatida bilgan bo'lsam, bu Tafakkur jurnalida bosilgan maqolalardan jamlangan bu kitobda ustozni juda bir mahoratli ijodkor sifatida ularning dramalarini o'qidim va
unda tarixdan, falsafadan, falakiyot deymiz, astronomiyadan ustozni maqolalarini o'qib, haqiqatda bu inson qomusiy olim sohibi ekanliklariga amin bo'ldim. Qomusiy bilimlar sohibi Abdulla A'zamov buyuk tarixiy shaxslarimiz haqida ham maqolalar yozgan. Jumladan, Sohibqiron Amir Temur sulolasi hamda ushbu noyob sulolaning bir necha asr mobaynida insoniyat taraqqiyotiga qo'shgan ulkan hissasi haqida hayotiy dalillar asosida yondoshilgan maqolalari e'tiborga loyiq. Yoki yana bir Temuriylar sulolasining zukko vakili Mirzo Ulug'bekning hayratli kashfiyotlari borasida batafsil to'xtalib, Ziji Jadidi Ko'ragoniyda jami 200 ga yaqin jadval mavjud. Bu asar aslida jadvallar jadvali, o'z davri sferik trigonometriyasi va astronomiya bo'yicha qomusiy asar, fan tarixidagi eng fundamental risolalardan biridir, deydi Abdulla A'zamov. Professional matematikman. Oilamda faqat shu matematikligim yoki shuni orqasidan kelgan lavozimlarda olgan maoshlarim bilan boqib kelaman. Adabiyotga kelsak, men 8-sinfgacha adabiyotga qiziqqanman. She'rlar yozardim, kichkina pyesalar yozardim, metallom yig'ish haqida, pionerlar haqida. Maktab sahnasida qo'yiladi. Devora gazetani bosh muharriri edim. Shu adabiyotdagi ustozim bilan oramiz buzilib qoldi 8-sinfni yozdi. Men 9-sinfda shu matematikka qiziqib ketganman. Lekin adabiyot doim bir yuragimda bo'lgan. Son-sanoqsiz badiiy asarlar o'qiganman. Mesela ilmiy fantastik adabiyotni o'zidan 100 dan ortiq kitob o'qiganman. Bundan tashqari Abdulla A'zamov bir nechta pyesalar muallifi hisoblanadi. Uning asarlari ko'plab teatr sahnalarida tomoshabinlar hukmiga havola etilgan. Chunki pyesalar qahramonlari adolat va haqiqat qaror topsagina jamiyat rivojlanishi mumkinligi yo'lida kurashadilar. Holbuki bu yo'l oson va yengil emasligini ular qalban his etib yashaydilar. Men 93-yilda menga Davlat universitetiga rektor qilib yuborishdi. Boshqa ma'naviy ishlar bo'yicha prorektor domla dedi, biz havaskorlar teatri domlalaridan tuzilgan truppa bilan Izzat Sultonda Iymon degan pyesasini qo'yib, VSSP'ning qizil bayrog'ini olganmiz. Tanlovini Moskvaga borganmiz. Marloni ta'mirlarini qo'ymoqchimiz. Repetisiyaga kelishmayapti. O'zingiz shuni tepasida turib bersangiz dedi. Bunday qarasam, Hamza teatri eplay olmagan Marloni endi u havaskorlar teatri qana qilib qo'yadi. Bo'lmasam Karim Yo'ldoshev ikkalari qadrdon ekan, u yordam beraman degan ekan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi, kuchli o'sha Bahodir Yo'ldoshevlar darajasidagi rejissyor, sharmanda bo'ladigan. Holatimni ko'ring. Qo'yaveringlar desak, yaxshi bilan tugamaydi. Yo'q desa, o'sha paytda Osmon Nosir ijodi bilan qiziqayotgan paytimizda. Shu Osmon Nosir Namanganda tug'ilgan. Keyin shu havaskorlar sahnasi uchun Osmon Nosir qayerda degan pyesa yozdim. Prorektor peshonasi tirishdi. Matematik pyesa yozdi endi deb o'qimagan ham uni-da. Rejissorga bergan Karim Yo'ldoshevga. Qara, rektor shunaqa pyesa yozibdi deb hali peshonasi tirishib bergan ekan. Ertasiga Karim Yo'ldoshev bu pyesani men o'zim teatrda qo'yaman deb. Keyin qo'ydi. Endi meni pyesam bu havaskorlar sahnasiga mo'ljallangan. Qisqa. O'sha paytda men Karim Yo'ldoshevga tan berdim. Shunaqa endi bir spektakl qildi. Habib Sadullah hayotida madaniyat boshqarmasining boshlig'i edi. Spektakl tugagandan keyin Ablajon dedi, doim men bu haligi pyesani qabuliga qatnashaman, hech qaysini oxirigacha chidab o'tira olmagan edim. Oxirigacha qilt etmay o'tirdim deb chiqib ketdi. Shu yana bir nechta pyesa yozdim. Navoiy haqida tinmay izlanish olib bordim-da, bu meni ko'nglim ishiga aylangan. Endi menga bir narsa juda yoqqan edi va o'zim biroz domlaning shogirdi bo'lganimdan g'ururlangan edim shunda. Xalqaro ilg'or tadqiqotlar maktabi SISSA degan institutda PhD da o'qiganman 2011-2015-yillar orasida. Shunga kirishga imtihon bo'layotganda savol-javoblar bo'lgandan keyin u yerda o'zi asli rossiyalik Andrey Agrachov degan olim savol-javob bo'lgandan keyin sen qayerdansan deb so'radi. Men shunday O'zbekistondan man dedim va kimning maktabidan chiqqansan deb so'raganda men shunday Abdulla A'zamov bilan ishlaganman. O'zlari MGUni Moskva davlat universitetini tugatganlar deganimda, ha bilinib turibdi sening shunday shkoladan chiqqaning, maktabdan chiqqaning degan edi. Keyinchalik bilsam, endi u yerda bitta-bittadan og'zaki imtihon bo'lgan edi.
11 kishining ichidan meni tanlashgan ekan o'sha PhD o'rni uchun. Va endi u yerda u meni maqtagan ekan, men uni tushunmagan ekanman. Albatta u domlani maqtagan. Shunda o'zimdan xursand bo'lib ketganman va domlaga loyiq shogird bo'la oldik shekilli deb. Har doim domlaga loyiq bo'lishga harakat qilamiz. Ilmiy ishlarni davom ettirishda ham, lekin baribir hamma soha bilan unchalik biz shug'ullana olmaymiz. Domla bir fenomen. Akademik Abdulla Azamovning Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasining yaratilishida qo'shgan hissasini alohida e'tirof etish kerak. Bu kabi murakkab vazifalarni bajarish, unga sidqidildan kirishish har qanday soha mutaxassisidan katta tajriba, bilim, sabr, idrok va mas'uliyatni talab qiladi. Ba'zan kecha-yu kunduz o'tirib ishlashga to'g'ri keladi. Buni eplash uchun hech bo'lmasa hayotda Abdulla Azamovdek iqtidor, bilim va tafakkur talab etiladi. Bobur xayriya fondi rahbari Zokirjon Mashrabov Bobur ensipediyasini qilamiz deb ko'p tashabbus bilan chiqqan. Uni boshlashdi ham, lekin qiynalishdi. Chunki ensipediya bu oddiy nashr emasda. O'ziga xos u tilda yozilish kerak. Nihoyatda bu yerda masalan quruq maqtov bo'lmasligi kerak, birovni maqtamoqchi bo'lsangiz. Faqat dalillar bilan keltiring, dalillar o'zi aytsin o'sha odam masalan. Bu buyuk shaharda atoqli degan so'z ishlatilmaydi va nihoyat xolis yozilish kerak. Jamoatchilik asosida chiqaradigan bo'ldikda. 2 yil 3 yil vaqtimni shunga sarfladim. Men u yerga boburshunos sifatida qilmadim u ishni. Keyin bu jarayonda qisman boburshunosga aylandim. Boburshunos degani keng ma'noda-da. Boburda hamma asarlarni qaytadan o'qishimga to'g'ri keldi. Ancha sog'lig'imni yo'qotdim. Ko'rish qobiliyatim tushib ketgan, hozir mana o'ng ko'zim ko'rmayapti deyarli. Lekin umrimga, hayotimga bir mazmun bag'ishladi endi shu. Xalqimizga bir tuhfa bo'ldi. Buni maqtansa ham arziydi aslida. Agar meni masalan yaxshi sharoitlarim bo'lganida, hozirgidan ko'proq natijaga erishgan bo'lar edim. 4-kursni bitirganda uylanganman. 5-kursni bitirayotganda o'g'lim tug'ilgan. Men aspiranturaga olib qolishmoqchi bo'lgan Moskvada. Anosov degan buyuk matematik o'ziga aspirant qilib olmoqchi bo'lgan. O'yladim endi. Xotinim rus tilini bilmaydi. O'zbek tili adabiyoti o'qituvchisi. O'g'lim tug'ilgan. Otam 2-guruh invalid. Bir oy ishlasa 2 oy belim og'riydi deb yotadi. 6 ta farzand to'ng'ichiman. Qarindosh urug'larga ham yordam beradigan yo'q. Bu yerga kelsam yashay olmayman men deb bu yerga qaytib kelganman-da. Bu yerda endi kvartiralarda yashadim, boshqa qildim. Oxiri 2 ta bola bilan hech qayerga kvartiraga sig'madim. Hojiyev degan bir akaxon ustozimiz bor edi, deganida kirib mana shunaqa bo'layapti, men ketmoqchiman dedim endi. Joy masalasi og'ir bo'layapti. Ota-onada yashaysizmi dedi. Jonda yashayman dedim. Men shu talabalar bilan birga yashadim 2 ta bolam bilan. 3-o'g'lim tug'ilib qoldi. Endi u bilan yotoqxonaga ham sig'mayman. Endi bo'ldi endi ketaman deganimda Sa'di Hasan Sirojiddinni bir paytlar va'da berib qo'ygan edi menga. Domla eshitib qolibdilar-da. 76-yili kvartira olib berdilar. Ostro нужды yukisa degan kategoriya bor. 80-chidami navbatda. Bir yilda 2 ta 3 ta kvartira beradi universitetga. Men 80-chiman navbatda. Ostro нужды qilib kvartira berishgan, tak что nisbatan e'tirof hal bo'lgan. Abdulla aka bolalarga ham juda yaxshi tarbiya berganlar. Hamma bolalari olim darajasiga yetishgan. Katta o'g'illari Nurulla hozir Avstraliyada nufuzli universitetda professor dars beryapti. U 8-sinfda o'qiyotgan paytda olimpiadalarga qatnashaveradi. Abdulla akaday shu olimpiada, butun ittifoq olimpiadasi bo'ladi Moskvada, nimada o'shangacha borgan yigit. Uni yoshligidan bilaman. 8-sinfda Kvant jurnali bor. Juda ham mashhur jurnal, butun dunyoga mashhur. O'shanda Nurullani, Abdulla akaning o'g'illarini masalasi e'lon qilingan. U masala ko'pchilik e'tibor bermagan bo'lishi mumkin. U masala o'zi matematikani mashhur masalalari bor-da. Ensiklopediyaga kirgan masalalar. 20-30 ta, masalan, 3,5 haqida 20-30 ta shunaqangi chiroyli masalalar bor. O'shalardan biri Abdulla akaning o'g'liniki, Nurullaniki. Aytmoqchiman, gendan o'tgan. Faxrulla o'g'illari u ham xalqaro iqtisodiy aloqalar bo'yicha katta mutaxassis. Shu Birlashgan Millatlar Tashkilotining nimalarda katta bir xalqaro loyihalarda ishlab yuribdi. Qizlari Nilufar, u ham fan nomzodi, yaxshi matematik, kuchli matematik. Hozir shu u ham Toshkentda xalqaro shu loyihalarda boshqarib koordinatorlik qilib yuribdi. Aytmoqchimanki, Abdulla aka xonada bor. Abdulla aka qayerga borsa
hammani shu ko'ngliga matematika boyagi nimasini cho'g'ini sola oladigan, fikrlari ham qattiq chiqadi, ayrim paytda juda ham shash bilan gapiradilar, hammani rom qiladilar.